الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحتاج استقبال حضرتك رياضة الجمهورية تسلم قطعا. من عبد الله. Xitoy sanoati qon qusyapti. Xitoy sanoat fabrikalarining orqa-orqadan 4 oy foydaning tushib ketishi keskin iqtisodiy oslash yuz berdiganligiga doir andishalarni kuchaytirdi. O'tgan yil 7-oyga qiyoslanganda foydalar %5.4% tushib ketdi. Xitoy fabrikalari mahsulotlarga xalqaro bozorda ko'rsatilgan talabning ozayib ketayotganligidan boshqa ichki bozordagi jonsizlikdan ziyon ko'rgan. Iqtisodning yukselishida alohida rol o'ynayotgan sanoat sohasining ojizlashishi Xitoy doiralarining bu masalaga texmo ko'p tadbir elishiga sabab bo'lishi mumkin. Xitoy iqtisodiy mutaxassisi Dari Ust ham sirt ham ichki bozorlardagi faoliyatni jonlantirish uchun texmo yangi va kuchli o'zgarishlar bo'lishini kutamiz dedi. Dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchi bo'lgan Xitoy iqtisodi ikkinchi chorakda yilda %7.6% o'rladi. Bu Xitoyning oxirgi 3 yil ichidagi eng osti o'rlash nisbati bo'ldi. Bu oy beshida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy eksporti 7-oyda yana ozlab %1% oshgan. Xitoy bosh ministri Wen Jiabao eksportdagi yukselishning tövəlləşi haqidagi andishlarini tilga oldi va Beijingning davlat sirtiga bo'lgan setishlarni jonlantirish uchun kerakli qadamlarni elishi kerakligini bildirdi. Mutaxassislarga ko'ra, Wen Jiabaoning so'zlari Xitoy doiralarining iqtisodiy jihatdan andishida ekanligini ko'rsatdi ekan. Dari Ust Wen Jiabao ishlatgan so'z Xitoyning yukselish nishoniga qarata intayin jiddiy andishida ekanligini sezdirib qo'ydi dedi. Xitoy avtomobiliga Turkiyadan viza yo'q. Avtomobilda odat va tajriba g'olib keldi. Baho raqobatiga markazlashgan avtomobil bozorining yangi o'yinchilari bo'lgan Xitoy markalari shiddat bilan qon qusmoqda. Xitoy avtomobillari Turkiya bozoriga tunji kirgan yillarda umumiy jihatdan uyg'un baholari soyasida xili yuqori setish soniga yetgan edi. Turk shirkatlari vakolat elish uchun orqa-orqadan Xitoy shirkatlarining ishini chekkan edi. Ammo na baho xiyol qilingandek arzon bo'lmadi, na avtomobillar turk iste'molchilariga uyg'un bo'lmadi. Xitoydan keltirilgan mallarga elinadigan %10%lik bojning ta'siri bilan avtomobillarning setilish bahosi kutilgan bahoni amalga oshira olmadi. Yani kelib Xitoy avtomobil modellarining loyihalash kamchiligi, sifatsizligi, dizel motorlarining ozligi va e'lon qilinishdagi kamchilik qatorliqlar qo'shilishi bilan Xitoy markalari tez suratda qon qusishga boshladi. Turkiya bozoriga tunji kirgan Xitoy markalaridan vakolat olgan Marmarlar ismli shirkat Xitoyning Chery markalik mashinasi haqida cho'ng so'zlagan edi va Ada bozorda ishlab chiqarish zavodi qurdiganligini e'lon qilgan va kuchli e'lonlar bilan axborotda keng yer olgan bo'lsa-mu, 2010 yilda jami setilish soni 2650 dona bo'lgan marka 2011-yilda 2045 ga, bu yil bo'lsa 514 ga tushib qoldi. Shuna qilib turk iste'molchilar Xitoylarning saxtaligini bilgan sari ularning karton sifatli avtomobillardan zerikmoqda. Gana saqchilari yana Xitoy oltin qazg'uvchilarini qo'lga oldi. 25-avgust BBC'ning xabarida deyilishicha, G'arbiy Afrika davlati Gananing yerlik axborotlarining xabariga asoslanganda Gananing saqchilari yana qonunsiz oltin qazgan 34 nafar Xitoyni qo'lga olgan. Biroq Bloomberg agentligining xabarida deyilishicha, 37 nafar Xitoy qo'lga olingan. Saqchilar Anglo oltin shirkatining pash qilishini topshirib olgandan keyin tuyuqsiz harakat qo'llangan. Qo'lga ilingan Xitoylar bo'lsa, bu shirkat boshqarishiga tava o'xshamagan nuqtalarda mashinalar bilan aldirash holda qonunsiz oltin qizish faoliyatida bo'lgan. Gana doiralarining bildirishicha, bexatarlik sababli bu kishilarning ism familiyasini e'lon qilmagan. Bir qism axborotlarning ilgirki xabarlarida deyilishicha, nurg'un Xitoy korxonalari va Xitoylar Ganada oltin qazgan. Ko'p qismi qonunsiz qazgan bo'lib, ularning oltin qazishi yerlikning muhitiga buzg'unchilik qilgan. Xabar deyilishicha, ba'zilar yerlikliklar bilan til biriktirgan hamda qo'ral ishlatgan. Bu yil 5-oyda 38 nafar Xitoy qonunsiz qon qizish jinoyati bilan Gana soqchilari tomonidan qo'lga ilingan.
Ürümchida 100 milliardlarcha tonnalik yer asti boyligi bayqaldi. Mol yer asti va usti boyliqlari bilan tonilgan aziz vatanimiz Sharqi Turkistonda 100 milliardlarcha tonnalik 31 yangi madan konlari bayqaldi. Tajovuzchi Xitoylarning vatanimizdagi yer boyliqlari idorasining xabariga ko'ra, 4 yildan buyon elib berilgan xizmatlar natijasida bu yil 8-oy e'tibori bilan ko'mir, to'mir va qo'g'ishun, sinik qatorliq 100 milliardlarcha tonnalik yangi madan konlari bayqalgan. Xitoy radiosining xabariga ko'ra, bayqalgan konlar rayondagi mavjud konlarga beqinayotgan madan strategiyasining va yangi tipdagi sanoatlashish ishlarining ijro qilinishini kafolatga ega qildi deyildi. Xitoy axborotchining o'zini o'ltirib olishi qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. 44 yoshli Shu Xuaychan kundalik xalq gazetining yer yuzi sahifasining muharriri edi. Gazetning rasmiy blogida Shu Xuaychanning 8-oyning 22-kuni egiz yerdan o'zini tashlab olib, o'zini o'ltirib olganligi e'lon qilindi. O'limidan burun bergan bir qatimliq suhbatda Shu Xuaychan mundaq degan: "Meni umidsizlantirgan narsa shu. Fikr qilishga jasoratim bor, ammo so'zlashga jasoratim yo'q. So'zlashga jasorat qilsam, yezishga jasoratim yo'q. Yezishga jasorat qilsam, uni besib nashr qiladigan yer yo'q." Yana shu qatimliq suhbatda erkin axborotchilarga havas qilaman, ammo men bu sistemadan chiqa olmayman. Chiqsam badalini oilam o'taydi degan edi. Shu Xuaychan yana "O'lim guvohchimiz bo'lsin" nomli maqolasida o'lim ig'ir bir so'z, ammo Xitoyda nurg'un ishlarda agar bir o'lim voqeasi bo'lmasa, jamiyat u voqeani ko'rib qo'zg'almaydi va bu sababdan masalalar hal qilinmaydi deb yozgan edi. Amerika Osiyodagi boshqariladigan bombadan mudofaa sistemasini kengaytirishni planladi. Amerika Volkochisi gazetining 8-oyning 23-kunidagi xabariga asoslanganda, Amerika Osiyodagi boshqariladigan bombadan mudofaa sistemasini keng ko'lamda kengaytirishni planlab etibdi. Amerika amaldori bu planning maqsadi Shimoliy Koreyaning tahdidini cheklashni, yana bu sistema orqali Xitoyni tizginlash ekanligini aytgan. Xabarda deyilishicha, planga asosan Amerika Yaponiyaning janubiga yangi radar o'rinlashtirmoqchi bo'lgan hamda Sharqiy Janubiy Osiyoda boshqariladigan bombadan mudofaalash paraxoti va quruqlikdan quyib beriladigan to'sish qurilmasi bilan bog'langan boshqa bir radar o'rinlashtirishi mumkin ekan. Amerika davlat mudofaa amaldorining deyishicha, yangi planning yadrosi Yaponiyaning janubidagi bir maxfiy orolga kuchli oldin signal berish radari, ya'ni kishilar degandek X to'lqinliq radar o'rinlashtirish ekan. 5 burchaklik bino Yaponiya bilan bu planni muzokara qilib o'tibdi. Amerika amaldorining deyishicha, Yaponiya bilan kelishim hosil qilgan necha yil ichida radar o'rinlashtirg'ili bo'ladi ekan. Bu o'rinlashtirish Amerika 2006-yili Yaponiyaning shimolidagi Aomori aymog'iga o'rinlashtirgan X to'lqinliq radarga to'liqlash rolini o'ynaydi ekan. Yaponiya mudofaa ministrligining bir bayonotchisi deyishicha, Yaponiya hukumati bu ishga baho bermagan. Amerika va Yaponiya Okinawa orolida yangi radar o'rinlashtirish mumkinchiligini chetga qo'ygan edi. Threat level than we've ever dealt with before, and that means the spectrum from cruise missile threat. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Birlashma armiyasi Afg'onistonda 202 harbiy bazani taqidi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining rahbarligidagi Afg'onistonda turishliq xalqaro bexatarlik yordamchi qism bir necha kun ilgari Afg'onistondan qisman chekinib chiqish ahvolini e'lon qildi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti harbiy qismlarining chekinishiga ergashib, ular 202 harbiy bazani taqidi hamda texmi ko'p harbiy bazani Afg'oniston hukumatiga o'tkazib berdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti harbiy tarafning bayonotchisi Davi Orsin taqalgan bazalarning tayanchsiz tekshirish punktlari va 12 dan 300 gacha o'rinlashtirg'ili bo'ladigan kichik tipdagi bazalar ekanligini aytgan. Taqalgan bazalarning ko'pinchisi Afg'onistondagi muhim tashyo'l qurilishlarining bo'yiga joylashgan bo'lib, Afg'onistonning har qaysi o'lkalarining hammasiga degudek tarqalgan. Orsinning deyishicha, buningdan boshqa 282 baza Afg'oniston hukumatiga topshirib berilibdi. Bu Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti rahbarligidagi Afg'onistonda turishliq bexatarlik yordamchi qismining faqat Afg'onistondagi bazalarning yerimini kontrol qila oladiganligidan derak beradi. 2011-yili 10-oyda ular texi 800 Afg'oniston bazasini kontrol qila oladi.
Pakistan'da Talibanlarning hujumi kuchaymoqda. Qurolli Talibanlar 8-yanın 29 günü Pakistan'ın Janubiy Vaziriston rayonidagi bexatarlik tekshirish punktiga hujum qilib, 9 Pakistan askerini etib tashlagan. Peshawar shahridagi yuqori darajalik bexatarlik amaldorining deyishicha, qurolli kishilar 10 atrofida bo'lib, raketa, bomba va granat qatorliq qurollari bor ekan. Pakistan taraf hujum qilgan 10 qurolli kishini etib tashlaganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, Talibanning bayonotchisi Ihsanullah Ihsan bu qatimqi hujumga mas'ul bo'ladiganligini, Pakistanning 12 askarni etib tashlaganligini, o'zidan faqat bir xodimning o'lganligini jakarladi. Eginlasha Janubiy Vaziriston qabila rayoni Taliban va Al-Qoida tashkiloti kontrolidagi joy bo'lib, Pakistanning mazkur davlat chegarasidagi qurolli kishilar bilan bo'lgan to'qinishda qazo qilgan askar soni 3000 dan eshib ketgan. لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما 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 Ahmed Davud o'g'li Nyu-Yorkda BDT xavfsizlik yig'iniga qatnashdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmed Davud o'g'li Suriyadan qochib kelganlarga munosabatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashida o'tkazilgan alohida yig'in uchun Nyu-Yorkka qarab yurib ketdi. Ahmed Davud o'g'li yo'lga chiqishdan burun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Suriyadan qochqanlarning soni kunsiri ko'payayotganligi uchun yordamlarning Suriya zemini ichida yetkazilishini umid qilganligini aytdi. Ahmed Davud o'g'li so'zda Suriyaliklar uchun Turkiyaning qo'ldan kelishcha qat'iy yordam qilganligini, ammo kelganlar soni 100 mingga yetgan taqdirda bu masalaning hech qanday bir davlatning emas, balki xalqaro jamiyatning masalasiga aylanganligini ta'kidlab, bu xalqaroliq masalaning barliq mas'uliyatini Turkiyaning ustiga elishni zo'rlashga hech kimning haqqi yo'q. Oxirgi hal qilish chorasini tepish BDTga oid. Bu yordamlarning Suriyada yetkazilishi va mumkin bo'lsa u yerda qochgan kishilarning lagerlarga o'rinlashtirilishi masalasida BDTning harakatga o'tishini umid qilamiz dedi. With all the participants we will plan for post-August period and we want to welcome all of you to Istanbul. We hope that time we will be having a much more positive agenda and positive development. Liviya Qazzofiga sodiq askarlardan 100 dan ortiq tanki qo'lga tushirdi. Liviya ichki siyosiy ishlar ministrligi 8-yanın 23 kuni deyishcha, Liviya doiralari yaqinqi portlatish delosidagi jinoyat gumondorini aqtirish harakatida sobiq rahbar Muammar Qazzofiga sodiq xalq askarlaridan 100 dan ortiq tankini qo'lga tushirgan. Liviya ichki siyosiy ishlar ministrligining amaldorining bildirishicha, ular oldingi hafta yuz bergan portlatish delosini tekshirish davomida inqilobchilar qiyofasiga kirib olgan xalq askarlari qo'shinini bayqagan. Bu tashkilot Teripolning sharqiy janubiga 60 kilometr keladigan Tarxunaga yaqin So'qul Ahaddan bayqagan. Mazkur amaldor doirlar bu xalq askarlaridan 100 necha tanka va 26 dona boshqariladigan bomba etish qurilmasini qo'lga tushirganligini aytgan. Liviya poytaxti Tripolida 8-yanın 19 kuni 2 qatim portlash yuz berib, 2 odam qazo qilgan, ko'plagan odamlar yordar bo'lgan. Liviya bexatarlik qismlari tekshirishni qanot yedirgan hamda Qazzofi hokimiyatini qo'llovchilardan 32 odamni qo'lga olgan. Bu 32 odam portlatish delosi bilan munosabatli deb ayblangan.